Başladım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed el-Fatihi lima ughliq vel khatimi lima sabaq nasiril hak bil hak vel hadi ila sıratikal mustaqim ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihil azim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أما بعد. Hurmatli talabalar, sizlar bilan Imom Quduriyning muxtasarlarida namozni sababi bo'lmish vaqtlarni bayon qilgandan keyin namozdan oldingi sunnati muakkada bo'lmish o'sha sabablarni kirganini bildiruvchi azon va qomatni bayon qilib bo'lgandan keyin endi namozni ichidagi namozni rukni bo'lmagan namozni tashidagi uni shartlarini nima qilishga tushdilar, bayon qilishga boshladilar. Tushunarlimi? Namozni shartlari, yani namozni tashqaridagi uni shartlari. Tushunarlimi? Tashqaridagi shartlari. Shartlar alomat degan ma'nosi bor. Tushunarlimi? Shart kalimasini alomat degan ma'nosi bor. O'shaning uchun ham qiyomatning alomatlarini arablar nima deydi? Ashrotus saa deydi. Qiyomat alomatlari kalimasi bilan ishlatadi. Tushunarlimi? Alomat ma'nosida. Shariatda esa bir narsani mavjudligi unga bog'liq bo'lgan narsa. Tushunarlimi? Bir narsani mavjudligi unga bog'liq bo'lgan narsalar. Ya'ni namozni bog'liqligi shu narsalarga nima? Namozni borligi mana shu narsalarga bog'liq. Tushunarlimi? Ammo bular shartning rukundan tashqari farqi rukun bir nimani ichida, mohiyatida bo'ladi. Tushunarlimi? Mantiqda o'tyapsizlar shaklan mohiyatda. O'tdinglarmi? Hali o'tmadinglar mantiqda. Endi kelib qolsa kerak, bir nimani mohiyati o'sha narsani haqiqat. Haqiqatni bir parchasini olib qo'ysak, haligi narsani o'zligi nima qolmaydi. Masalan uchun insonning haqiqati nima? Inson hayot sohibi va fikrni so'z bilan nima ifodalab beruvchi. Hayvonun notiq. Uni o'tdinglar, to'g'rimi? Agar shu yerdan bittasini olib qo'ysak, u nima bo'lmay qoladi? Inson bo'lmay qoladi. Hayvonlikni olib tashlasak, ya'ni hayot egasiligini olib tashlasak, u inson emas. Ya'ni mantiq ilmida-da. Mantiq ilmida u nima hisoblanmaydi? Inson hisoblanadi. Yoki uni nutqqa qodirligini uni olib tashlaydigan bo'lsak, ya'ni o'y fikr yuritib o'sha fikrni so'zda bayon qila olishligini olib tashlaydigan bo'lsak ham u nima qilmaydi? Inson bo'lmay qoladi. Bu rukunlar. Bir nimani mohiyatining ichida. Shartlar rukundan farqi nima ekan? Shartlar mohiyati ichiga kirmaydi, tashqarisida bo'ladi. Tushunarlimi? Ammo ayni shaklda namozni mavjudiyati shu narsalarga to'xtab turadi. Shu narsalar bor bo'lsa, u nima bo'ladi? Bir nimani o'zi ham, ya'ni namozni o'zi ham nima bo'ladi? Bor bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, shart nima ekan? Shart shunday narsaki, bir narsani mavjudiyati unga nima qiladi? To'xtab turadi. Tushunarlimi? Lekin mohiyatda nima bo'ladi? Tashqarida bo'ladi. Tushunarlimi? Mohiyatdan tashqari. Rukundan farqi shu yerda. Rukundan farqi shu yerda. Narsani haqiqatidan tashqarida bo'ladi. O'sha narsani mavjudligida shular nima qiladi? Ta'sir qilmaydi. Tushunarlimi? Narsani bor bo'lishiga bular nima qilmaydi? Ta'sir qilmaydi. Ya'ni bular bor bo'lsa, narsa bor bo'lishi kerak emas. Tushunarlimi? Bular bor bo'lsa, narsa bor bo'lishi kerak emas. Masalan uchun tahorat. Tahorat borki, namoz bo'lishi kerak degan narsa yo'q. Tushunarlimi? Tahorat bor bo'lsagina odam, ya'ni tahoratim bormi? Bo'ldi, sirazi nima qilishim kerak? Namoz o'qishim kerak degan narsa yo'q. Tushunarlimi? Lekin yo'q bo'lsa ham bo'lmaydi. Tushunarlimi? Hop. Endi namozni tashqi o'sha shartlari 6 ta musannif bu yerda faqatgina 5 tasini zikr qilganlar. Tushunarlimi? Hop, endi musannif rahimahulloh o'sha bayonda nima deb aytadilar? Yajibu alal musalli namoz o'qimoqchi bo'lgan odamga vojib bo'ladi. An yuqaddima at-tahorata taqdim qilmoqligi poklikni. Namozdan oldin nima qilish kerak? Taqdim qilish kerak. Muqaddam u poklanib bo'lgan bo'lish kerak. Minal ahdasi hukmiy nopokliklardan val anjasi va haqiqiy nopokliklardan. Poklik kitobida o'tib bo'ldiga hukmiy bizda nima bo'ldi? Hukmiy nopoklik
ikkiga bo'lindi. Kichik, katta. Kichigi bu biron bir yo'ldan yoki badanidan najas chiqishligi, katta nopoklik esa nima bo'lishligi? Ihtilom bo'lishligi, junub bo'lishligi, ayol yoki ayolni hayz yoki nifosi to'xtashligi yoki nima ayoli bilan yaqinlik qilishligi. Inzol qilsa ham, qilmasa ham deb o'tgan edik. Bu kichik va katta nopokliklar, bular uchun kichik poklik tahorat, katta poklik esa nima? G'usl dedik. Anjoslarni poklashlikni aytib o'tdik. Kiyimda bo'lsa, ko'rinadigan bo'lsa, ko'rinmaydigan bo'lsa yoki boshqa bir joyda bo'ladigan bo'lsa, bularni ham qanday poklashlikni aytib o'tdik. Hop, demak bu birinchi va ikkinchi shartlar. Ala ma qaddamnahu, yuqorida taqdim qilib o'tganimizdek. Keyingisi va yasturu avrata, avratini nima qiladi? To'sadi. Tushunarlimi? Avratini nima? To'sadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda xuzu zinatakum inda kulli masjid, har namoz oldida zinatingizni to'kis olinglar deb Alloh taolo aytgan, buyruq bergan. O'shaning uchun nima qiladi? Avratini ham nima qiladi? To'sadi. Endi avratni to'sadi degandan keyin avratni bayoniga ehtiyoj sezildi. Shu sababli musannif rahimahulloh darrida bayoniga kirishib nima dedilar? Wal avratu minar rajuli. Erkak kishidagi avrat ma tahta surrati ila rukbati. Kindik ostidan tizzagacha. Tushunarlimi? Ma tahta surrati kindik ostidagi dan ila rukba, tizzagacha. Tushunarlimi? Xo'p, endi mazhabni ichida ixtilof bor bo'lgani uchun, tizza avratmi, avrat emasmi degan ixtilof bor bo'lgani uchun bu kishi ishora qilib o'tyaptilar avrat ekanligiga. Va rukbatu minal avra. Tushunarlimi? Nima rukba nimadir deyaptilar? Avratdandir deb aytyaptilar. Tushunarlimi? Chunki tizza kimga tobe? Songa tobe. Tushunarlimi? Tizza nimaga tobe? Songa tobe. Tushunarlimi? Tizza songa tobe bo'lgandan keyin son avrat bo'lgandan keyin tizza ham nima bo'ladi? Avrat hisoblanadi. Tushunarlimi? Hop, bu erkak kishiniki. Demak, kindikni ostidan kindikni o'zi kirmadi. Kindikni ostidan tizzagacha. Tizza ham nima bo'ldi? Avrat bo'ldi. Tushunarlimi? Hop. Va badanul mar'ati al-hurrati, hur ayolni badani kulluhu avra. Hammasi nimadir? Avratdir. Tushunarlimi? Hammasi nimadir? Avratdir. Illa wajhaha wa kaffayha wa qadamayha. Istisnodir avratlikdan yuzi, ikki kafti va qadamlari. Tushunarlimi? Yuzi, kafti va qadami. Tushunarlimi? Sharhul Muniyada kelganga ko'ra, en asoh rivoyatga ko'ra qadamlarni usti-yu osti nima hisoblanadi? Avrat hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Tushuninglarmi? Chunki mazhabi ichida bu masalada ham nima bor? Ixtilof bor. Hattoki bugungi kunda ham qadamni nima avrat deydigan olimlar bor. Yo'q emas. Hanafiy olimlarning ichida qadamni nima avrat deydigan olimlar bor. Lekin o'sha aytayotgandek Munyatul Musollining sharhida asohhi rivoyat nima deydi? Va Imom Abu Hanifadan sobit bo'lgan en sahih rivoyatga ko'ra qadam usti-yu osti nima hisoblanmaydi? Avrat hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Ba'zi ulamolar bu narsaga aytadiki, namozda deb qo'yadi. Tushunarlimi? Ayol kishining qadami avrat hisoblanmaydi deganda ba'zi ulamolar bunga qo'shimcha qo'shib nima deydi? Namozda deb aytadi. Tushunarlimi? Namozni ichida nima emas? Avrat emas, namozni tashqarisida avrat deydigan ulamolar bor. Tushunarlimi? Hop. وما كان عورة من الرجل وما نمكي كان عورة من الرجل erkak kishida avrat bo'lsa وما نمكي كان عورة من الرجل erkak kishidan avrat hisoblansa
fahuva demak u narsa avratun minal amati. Cho'rida ham nimadir? Avratdir. Tushunarlimi? Demak, hur ayolni butun badani nima bo'ldi? Avrat bo'ldi, yuzi, kafti va qadamidan tashqari. Cho'ra ayolligi esa nima bo'ldi? Erkak kishida nimalar avrat bo'lsa, xuddi o'shanisi unda ham avrat bo'ldi. Va batnuha va ichi va zohruha va orqasi avratun. Avratdir. Tushunarlimi? Ichi, ya'ni ko'ksi, bu yoq qismlari va zohruha va orqasi avratun. Bu ham nima hisoblanadi? Avrat hisoblanadi. Tushunarlimi? Wa ma siwa zalika min badaniha wa ma siwa zalik. Bundan boshqa narsalar min badaniha, uni badanidagi. Ya'ni yengi, qo'li va nima boldiri qoldi, yuzi, boshi, chochi qoldi. Falaysa bi avra. Bu narsalar nima? Avrat emasdir. Tushunarlimi? Umar roziyallohu anhudan kelgan rivoyatda Umar roziyallohu anhu bir cho'riq ayolni hur ayolga o'xshab tom kiyim olganini ko'rganda uni jerkib berganlar. Hur qizlarga o'xshab olibsanmi deb. Tushunarlimi? Chunki cho'rining ishi nima? Xizmat. Tushunarlimi? Cho'rining ishi nima? Xizmat. U tom bunaqa kiyib oladigan bo'lsa, u nima qila olmaydi? Xizmat qila olmay qoladi. Tushunarlimi? Chunki ishlashi bor. Hojasi unga xizmat buyuradi, bozorga chiqib keladi, boshqa narsa qiladi. Tom ehtishom holatda kiyinib yurishlik uni nima qiladi? Bu xizmatga monelik qiladi. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima deyildi? Avrati, erkakning avratdagi ichi va orqasi bilan birga deb aytildi. Tushunarlimi? Bitta narsani tushunib olinglar. Cho'ri deganda musulmon ayol nima qilib bo'lib, musulmon ayolni yoki musulmon erkakni, musulmonni, ya'ni qul yoki cho'ri qilib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Misol uchun urushda mabodo eskida bo'lgan-ku, misol uchun Temuriy davlat nima Usmonli davlati bilan yoki Mamluk davlati bilan urushgan. Musulmon bilan nima qilgan? Jang qilgan. Ikki tarafda birontasiga asir tushib qolsa, u nima qilinmaydi? Qul qilinmaydi. Tushunarlimi? Musulmonning ustiga nima yo'q? Yo'l yo'q. Musulmonni nima qilib bo'lmaydi? Qul bo'lmaydi. Bu yerda cho'ri qul deganda u o'zi vojdonoq nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Tushunarlimi? Inson o'g'li qul qilinmaydi. Asl o'laroq. Tushunarlimi? Asl o'laroq inson o'g'li nima qilinmaydi? Qul qilinmaydi. Faqat u kofir bo'lgandan keyin kofirligi sababli uni bu hurmati soqit hisoblanadi. Tushunarlimi? Kofirligi sababli bu hurmat soqit hisoblanadi. Uni nima qilsa bo'ladi? Mulk sifatida ishlatsa bo'ladi, egalik qilsa bo'ladi unga. Tushunarlimi? Ammo lekin mabodo u keyinchalik islomning go'zalligi bilan tanishib, islom dinini qabul qiladigan bo'lsa, islom dinida hali inshaalloh muomalat kitobida ko'rasizlar, kaforatlar bobida juda ko'p joylarda nima qilgin deydi? Ozod qilgin deydi. Qul nima qilgin deydi? Ozod qilgin deydi va shariatda unda u bor, ozod qilinayotgan qul musulmon bo'lishligi. Tushunarlimi? O'shaning uchun mabodo qul yoki cho'ri musulmon bo'lib qoladigan bo'lsa, ko'pincha u nima qilib bo'lgan? Ozod qo'yilgan. Qolib ketavermagan. Tushunarlimi? Mabodo o'sha holatda qolsa ham unga o'sha boshqa nima muomala qilingan. Shuna ayro bir muomala qilingan. Tomali kofir quldek emas. Tushunarlimi? O'shanga hali bu yerda o'ylamaylar, hali qani o'zi musulmon bo'ladi-yu, boshini ochib yugurib yuradi boldirlarini. Yo'q, shu bu yerda holat nimadan iborat? U xizmat qilish kerak. Tushunarlimi? Zotan o'zi nima kofir holatda qo'lga kiritilgan. Biz hali uni kiyintirib nima chiroyli qilib olib yuribmiz. Tushunarlimi? Mana shu yerda qoldik. Alhamdulillahi robbil alamin.